Chinni. Nega pulni ko'rsatasan? Shular qayerga? Jo'ram qamoqdan chiqqanda pul topishga harakat qilib yuribmiz-da biz ham. O'ylay. Topinglar shaharda ish ko'p-ku. Nega menga qaraysan, rulga qara, ko'zingga iloymay ko'r. O'ldiraman chinni. Nima Xudoga shukr. Nima hidi chiqyapti? Metan gazi hidi chiqdi. Tualetga to'xtat. Shunda yomon qo'rqdim. To'xtada. Shu tualetga doldursiz kiray. Qalboboni hurmati bor. Dada uyingizga kirib chiqayin bo'lmasa. Chinni bu. Pulni ushlab turib o'zim kirib chiqaman. Qo'y chidayman onasini sen. Alo, ya. Zakiylik Toshkentga. $20,000 Dadam chapki stasiyaga xavotir olmang. O'ylarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Bosh matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana u paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana Onyx bilan Trackerchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Bayman, poy. Nezasi taksiga pul beribsiz. Amayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sarab olasiz, taqi-taq. Bantikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voylar. Yo'q. Nima bu? Voylar. Pul qani qilsin? Bilmayman, musorga tashlaman, dajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodim-siz, jannatim. Musulkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, kobalat olaman deb. Ba'zida inson hayotida kutilmagan voqealar ro'y beradi. Bizning qahramonlarimiz ota va qizning taqdiri nima bilan tugarkan? Bugun 18:00 da Zo'r TV'da emas, bizning Instagram kanalida tomosha qiling. Papina Dochki.